2 haftada to'yim. Shu xonani mebel qilish kerak. Qilamiz aka, qilamiz. Qilib berasizmi? Конечно qilamiz. Necha kunda qilib berasiz? Uzog'i 10 kunda qilib beraman akam. Glavnisi g'irchillamaydi akam. Shunisi yo'q. Aka tayyor bo'lib qoldimi? Mana naqsh qoldi akajon, naqsh qoldi. Bugun to'yim, nikohga ketyapman. Ha bo'ldi, o'ynamayapman-ku. Aka bitta narsa, shkaflarni keyin qilaverasiz. Spalniyni tayyorlab bering. Glavni ishgacha tayyor qilib qo'yamiz. Yerda qolmasa bo'ldi ish qilib. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'lib qoldingmi? Bo'ldi, mana oyoq qoldi akajon, oyoq qoldi. O'zi yerda yotishga ham o'rganib qolding. O'ynamayapman-u. Ukam tezlashtir, ko'payishib ketyapmiz. Hop. Qizlarim chiqinglar xalaqit bermanglar. Yana shuni ham bahona qilmasin. Mumkinmi? Ya assalomu alaykum, keling. Hali ham chetdamisan? Конечно, tayyor aka. Qali chiqdi. Qo'lim gula, chamana. Shu kunlarda kenayi ko'rmadi-da. Ya, o'tib ketdilarmi? Ha, Yaxshi bo'lmabdi-de. endi kenayi mebelni o'zim qilay desa, g'ururim balandlik qilib, o'zim qilamay erkakman deb. Glavnis qildingiz aka, siqilmang. Glavnis qildingiz. Mana shuncha bolalaringiz ham bor-ku. Ha, shu o'g'limga to'y qilayotgandik. Ha. Oshga aytgani kiruvdim seni. O'g'lingizni uylantiryapsiz. Ha, uylantiryapman. Xohlasangiz mebelini o'zim qilib beraman. Nima? Nimani qilib berasan? Meni qilganing yetmaydimi? Un amor de Irita.